u dunyoga quruq yashash uchun kelmagan. U olam ahlining qalbini larzaga solmoq, kuy va qo'shiqning sehru jozibasini insonlar ko'ngliga jo qilmoq uchun dunyoga keldi. Qorong'u tunning bag'rini yoritgan yorug' yulduzdek atrofga nur, yog'du sochib yashadi. Uçacağım taze gülüm yaştan kızım, uçacağım taze gülüm yaştan kızım. Bölgem birleşik kıldı kumar kılgeneniz, bölgem birleşik kıldı kumar kılgeneniz. Oy, gele leylim leylim, sana boynum boynum, gele hanım gele hatırla gülüm gele. Oy. Bu kishini ajdodlarini eslamasdan, ota bobolarini eslamasdan iloji yo'q. Otaniyoz Oxun o'zi juda bir katta qalb egasi, qalamkash, g'azallar yozgan, shoir sifatida ham juda katta ma'rifatli inson bo'lib, shu Xorazm xonligida bir ulug' bir mavqega ega bo'lgan inson. Endi mana bu tarbiyada gap ko'p ekanda. Qarangki, Komiljon Otaniyozovni voyaga yetishida yana ilmli, bilimli, san'atkor bo'lib voyaga yetishida mana shu otalarini xizmatlari, otalarining tarbiyalari juda ham katta deb o'ylayman. Komiljon Otaniyozovning otasi Oxun shoirlik darajasida ham juda katta mavqega ega bo'lgan. Ba'zi manbalarda shunday keltiriladi. Mana shunday bir navbatdagi bir mehmon kutiladigan bir paytda ana shunday mushoiralar bo'ladigan, bir tortishuvlar, o'ziga xos bir ijodiy kechalar bo'ladigan bir mehmondorchilik arafasida xon hazratlari Otaniyoz Oxunni topinglar deydi, u kishini topolmaydi hech kim. Keyin shu to'rt tomonga yugurib, axiri shu borib shu Bo'yrachi qishlog'ida u kishi paxsa urib imorat qilayotgan bo'ladi. Tezda xon hazratlarining huzuriga borar ekansiz, oyog'ini yerga tekkizmasdan u kishini saroyga olib kelishadi. Qayerda yuribsan desa, men shuman shu Shovotda nimada shu Bo'yrachi qishlog'i. Bo'yrachidan shu imorat qilyapman o'sha yerda desa, shu endi buni deydi, shu Xivadan uylantirib qo'yinglar deydi. Ana shunda o'sha xivalik qizga uylantirishadi. Shu bilishimcha shu mana shu Foziljon, keyin mana Komiljonlar mana shu xivalik ayollaridan dunyoga kelgan. Komiljon Otaniyozov 1917-yilda Shovot tumanidagi Bo'yrachi qishlog'ida ma'rifatli xonadonda dunyoga keldi. Uning otasi Xiva xonining saroyida faoliyat olib borgan. Sho'rolarning qonli inqilobi bo'lgan o'sha kezlarda Xiva xonligi o'zining avvalgi kuch-qudratini deyarli yo'qotib bo'lgan, xalqning ahvoli nochor holatga kelib qolgan edi. Bolaligi va o'smirligi o'sha davrlarga to'g'ri kelgan Komiljon qadim Xorazmning buyuk davlatchilik tarixidan so'ylovchi osmon o'par minoralari poyida turib, bu dunyoyi dun haqida ajib xayollar surgan bo'lsa ne ajab. Yoki kelajakda O'zbekiston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston xalq artisti bo'lish uning xayoliga kelganmi? Yoki yo'q, bunisi bizga qorong'u. Ammo falakning xohishi, taqdirning taqozosini qarangki, uzoq Bo'yrachi qishlog'ida tug'ilgan bu beg'ubor qalb egasi keyinchalik noyob iste'dodi bilan o'zbek nomini, uning san'atini dunyoga tanitadigan taniqli inson bo'lib yetishdi. 1934-yilda Shovotdagi to'liqsiz 7 yillik maktabni bitirgan vaqtimda Komiljon Otaniyozov yo'llanma olib, hali oliy ma'lumotli emas edi. Vaqtda faqat yozishni, o'qishni bilar edi. Shu 7 yillik maktabni Shovotni markazida bitirgandan keyin yo'llanma olib o'zini qishlog'iga, Bo'yrachi qishlog'idagi G'ayrat maktabiga keladi. Shu vaqtda guvohlik bergan odamlar aytadi, maktabni eshigiga qarasak deydi, bir
qora bola deydi. U vaqtda Komiljon akaga Komiljon otanoz deb aytilmas edi, qora bola degan nom bilan aytiladi. Chunki ular nimasi shundayroq edi. Maktabda peshtoqiga deydi, savodsizlikni bitkazaylik degan bir qizil alvonga apeshani yozib qistirayotgan edi deydi. Ana shu 1934-yil 1-sentyabrda Komiljon Otaniyozov Xorazm viloyat Shavot tuman Bo'rachi qishlog'idagi o'zi tug'ilib o'sgan qishloqdagi G'ayrat maktabiga o'qituvchi bo'lib keladi. Va shu yerda muzikadan dars beradi. 1,5 yil ishlaydi shu maktabda. Komiljon akani birinchi o'qituvchi bo'lib boshlagan maktabi shu maktab edi. Bir marta guvohi bo'lganmiz. Men endi 1-sinf paytim edi. Shu Komiljon usta kasal paytida bizni ota hovlida Komiljon ustamizning qarindoshlari bor. Hozir ham ular shu hovlida bolalari, nevaralari bor. Mana uni qarindoshlari yaqinda o'tdilar. Shunda bir to'yga kelganda kasal paytida edi, bizani otam olib borgan, otamiz ko'p aytgan u gapni. Shu Komiljon ustadan sizlarga duo olib berganman deb. Biz yosh edik lekin. O'g'lim 3 yosh edi, men 6-7 yoshar paytlarimdaydim. Shunda Komiljon usta kelib o'tirib, kasal paytda edi, hovlining ichkarisida bog'da o'tirib, men shunda bir tomon ishlamas ekan, shu choponni ayniga tashab o'tirgan. Shu ko'z oldimizda qolganda endi. Shunda bolalarni yaxshi ko'radi ekan Komiljon ustoz. Keyin biz hali bola o'ynab yurgan paytimiz, keyin haligi oqsoqol kelib bolalarni hovlidan chiqar, shovqin qilmasin deb keldi. Shunda Komiljon ustoz, "Hey bolalara tegma" deb turgan paytida otamiz ham o'sha katta birga karavotda birga o'tiribdilar. Shunda otamiz aytgan, "Men bu meni farzandlarim G'ofir, G'ulom, Maqsud uchalasi. Maqsud akam endi 12 yosh. Maqsud akam yaxshi eslaydi uni. Mendan katta ekan." Keyin aytgan, ismlarini yaxshi qo'yibsiz, G'ofir, G'ulom, Maqsud. Shoirlarning adi. Shularga bir duo qilin degan shu paytda endi. Keyin biz ham duo qilgan shunda. Endi bu otamizning gapi. Moskvada O'zbekiston san'at va adabiyot dekadasi bo'ladi ekan. O'shanga tayyorgarlik ko'rish uchun ansamblni Komiljon akam qo'liga berishdi. Ana o'shanda Komiljon akam bilan birinchi marta uchrashuv bo'ldi bizlarda. Moskvaga ketgunimizcha bir 6 oymi 7 oy repetitsiya qilib, bizani o'rgatib, keyin Moskvaga ketdik. Moskvada biz shu ochilishida qatnashdik. Juda ham yaxshi. Komiljon akamni o'zi o'rtada turadi. Bu yoqda yigitlar, bu yoqda qizlar, o'rtada Komiljon akam chiqadi. Baxti kulgan Xorazmdan salom assalom, salom assalom deb assalomni aytadilar-da, orqaga qaytgandan keyin üstüne ufarsı başlar. Nayna takidi kızım, özünü zeba kılayın deb kızlarımız, yigitlerimiz oynab, ahırda lezgit aytadılar. 1-2 minutmi, 3 minutmi lezgit kıldı. Şu endi qarchaklar bo'ldi, endi shunaqa Xrushchev o'rnidan turib bizga qarchak chaldilar ansamblimizga. Komiljon Otaniyozov o'zining sehrli, jozibali ovozi bilan qalblarni zabt etdi. Uning qo'shiqlarini tinglagan muxlislar Komiljon Otaniyozov san'atining bir umrlik maftuni bo'lib qoldilar. Buyuk hofiz va buyuk qalb egasi Komiljon Otaniyozovning san'atiga mutaxassislar va san'atkorlar o'zlaricha turlicha baho beradilar va talqin qiladilar. Ularning ayrimlari Komiljon Otaniyozov qo'shiqlari insonning borlig'ini larzaga soladi desa, boshqa birovlar Komiljon Otaniyozov jo'shqin, sarkash daryolarga o'xshaydi. Uni qo'shiqlarini eshitgandan keyin odam ana shunday holatga tushadi deydi. Yana boshqa birovlar esa Komiljon Otaniyozov san'ati buyuk tog' cho'qqilariga o'xshaydi degan fikrlarni aytadi. San'at tarixini xalqqa ma'qul qilish avvalambor hamkasblarga, o'zining oldingi ustozlarga ma'qul qilish, uni ijro tomonidan, ovoz endi Xudo bergan ovoz tomonidan, ham chalg'u tomonidan ma'qul qilib buni hayotga tatbiq etish va o'zining shunday ilmiy kuchi bilan birgalikda kelajakdagi yoshlarga, o'zidan keyingi yoshlarga o'tkazib bilish u hammaga nasib qilmaydi. U unday ilmli, qobiliyatli san'atkorlar o'zi bunday sanab chiqsang,
juda kamchilikni tashkil qiladi. Ham bulbulday bo'lib sayraydi, ham bulbulday qilib chaladi, ham so'zlarni aniq tanlab, uni ma'nosini o'zine singdirib olgandan keyin insonda ilhom paydo bo'ladi-da, undan keyin sayrab o'tiraveradi o'zi. Mana Komiljon Ataniyozovni deyarli xorazmliklar har kun xotirlaydi. Chunki uni bizga qoldirgan go'zal meroslari bugun har bir xonadonda qo'shiq bo'lib, kuy bo'lib yangrayapti. Haqiqatan ham biz uchun katta bir buyuk bebaho meros qoldirdilar ustoz. Bilasizmi, 46-yili onam rahmatli Jamila opa turmushga chiqqanlar urushdan keyin dadamizga. O'shanda Komiljon akani juda bir qadrli inson bo'lganlar, o'sha paytda ham to'ylariga chaqirganlar va to'ylarini o'tkazib berganlar. Urushdan keyin odamlarning kayfiyati yo'q, lekin onam mana shu vaziyatdan, urush tugagandan keyin odamlarning bir kayfiyatini ko'tarish uchun o'zlarini kichkina mo'jazgina to'ylariga chaqirganlar. Qarang, shuni umrlarining oxirigacha Komiljon akani qo'shiqlarini eshitib hamisha aytardilar. Meni to'yimga Komiljon Ataniyozov kelganlar deb. Kuchli ovoz sohibi bo'lgan Komiljon Otaniyozov ijodining yuksalishida qadim dostonchilik yo'llarining ta'siri beqiyos bo'ldi. Doston ijro yo'llarini u bola baxshi Abdullayevdan, Xorazm maqom ashulla yo'llarini Matpano Xudayberganovdan o'rganib, o'zining betakror qo'shiqchilik maktabiga asos soldi. Komiljon ustoz shunday inson edi. O'zi uchun sayraydi u. Odamlar uchun emas. Shu shoirning so'zini ko'rgandan keyin o'sha g'azalni, shoirning hayotini o'ziga ham o'tkazib oladi-da, undan keyin kuy paydo bo'ladi, yurak haligi alg'od-alg'odga tushadi-da, shu sayrab o'tiraveradi. Shunday ijodkorlardan kam, juda kam. Shu ustozning yo'li avvalo Xudo qolaversa, bizga ham nasib qildi. Shu ustozni yurgan haligi bosgan izlarini bosish deb bismillah deb shu yo'lga chiqdik va shu ustozni nazariga tushdik. Yonlarida bir piyola choy og'izlariga tutib yurib, hamnafas bo'lib bir yalikda qo'limizdan kelgancha mana shu ustozning izida yurib shu voyaga yetib kelyapmiz. 1936-yilda Komiljon Ataniyozov Shavotda ansambl tuzishda qatnashadi. Shavot ansambli. Shu vaqtda Komiljon Atani davri juda katta yoyiladi va bu shu vaqtdagi Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan Matkarim Hofiz Bobojonov bilan katta bir xizmatda tashavvuzda aytishuvda Matkarim Hofizdan Komiljon Ataniyozov o'zib ketganligi uchun Matkarim Hofiz Bobojonov Komiljon Ataniyozovga aytadi, endi biz uzr seni g'alaba qozonganligi uchun Boqudan 2 rubob tayyorlatib kelaman, bittasini senga sovg'a qilaman degan edi. Ana shuning uchun shundan keyin Matkarim Hofiz Bobojonovdan, Komiljon aka Ataniyozovga Boquda tayyorlatib bergan birinchi marta Komiljon Ataniyozovni qo'liga ushlagan rubobi tori mana shu tor. Bu tor hozirgi kunda Komiljon akaning ustozi Jumalaq Baxshi degan Xorazm viloyat Shavot tumanidagi qishloqda yashovchi Jumalaq Baxshining o'g'li Egambari ekani xonadonda turibdi. Komiljon Ataniyozovni birinchi marta dutordan torga o'rgangan vaqtidagi birinchi rubobi bu. Bu rubob Turkmanistondagi xizmat ko'rsatgan Matkarim Hofiz Bobojonov tomonidan Komiljon aka berilgan ruboy edi. Dadamlar masalan o'zlari doim shu bir kambag'al odammi, boy odammi deb hech qachon ayirib o'tirgan emaslar. To'y uchun keldimi? Bo'ldi. O'zlarining daftarchalari bor edi, daftarchalarga yozib, shu qachon bo'lishanda shunday bir qiziq hodisa bo'lgan Qashqadaryodan kelgan mehmonimiz bor edi. Bir
erlari bilan kelib, endi 8 yil tug'magan ekanlar, shu endi adalari bilan xo'jayinlari agar shu tug'ib o'g'li bo'lsa, shu o'g'lini sunnat to'yiga Komiljon akani olib kelsak, armonimiz yo'q deganlar. Vaqt kelganda dadamlar Qashqadaryoga borganlar. Barsalar Qashqadaryoda hech bir tayyorgarlik ham yo'q. Bitta odam quyidan suv tortib turgan bo'ladi. Ota nazorat doirachilari tushib, "Sizlarda bugun bu yerda to'y bo'lishi kerak edi-ku" deb so'rasalar, endi bir kambag'al odamni to'yi edi, shunaqa 5-6 kilo guruch damladik, odamlar yedi, patika o'qib ketishdi deydi. Keyin ota nazorat dedi, "Sizlarning to'yingizga" dedi, "butun dunyo taniydigan, yurt taniydigan Komiljon Otaniyozov keldi" deydi. Voy deb shundan darrov raykom sekretarlarimi, brigadir pritsada hamma yig'iladi. Dadamlar bir doira, bir ribob bilan katta qur 1000 odam to'planadi, o'rtada gulxon yozib, davarakini aylanib dadamlar qo'shiq aytadilar. Endi u paytlarda ikkita ro'molni ushlab turadi ekanlar, ro'mollar pul tashiydi ekanlar. Bizani Xorazmchasini aytsam, ikkita qanor pul tushadi. Dadamlar shu adalarini o'rtaga chaqiradilar, shu yigitni ham o'rtaga chaqiradilar-da, mana shu biza sizni to'yingizga qurib keldik. Mana shu ikkita, mana shu qanordagi pulni mana shu sizlarga. Keyin otangiz bechora yig'laydi. Siz unaqa qilmang Komiljon. Hamma meni ustimdan gulvadi. Seni to'yingga Komiljon Otaniyozov kim edi? Qanaqa keladi devadi. Shularni oldida shu meni obro'yimni baland qilib keldingiz. Xudoyim dunyo durincha during. Hech bo'lmasa bitta qopini oling, olmayman dedi. Dadamlar aytadi, "Yo'q. Endi shu yigitchaga dedi, uy solib beringlar" dedi. "O'qitinglar" dedi. "Mendan sizlarga tabarik" deb tashlab ketadilar. Dadamlarda bunday ishlardan minglab bo'lgan. Juda xayriyaparvar inson edilar. Komiljon Otaniyozov Xorazm teatrlarida xonanda va aktyor sifatida ishlab, esda qolarli obrazlar ham yaratdi. Bundan tashqari Xorazm suvorasi va maqomlari Komiljon Otaniyozov ijrochilik faoliyatining yuqori bosqichi bo'ldi. U doston qo'shiqlari asosida yangicha uslub yaratgan ijodkor sifatida ham ajralib turadi. 1967 yilda Turkmanistonda O'zbekiston san'at va adabiyoti dekadasi bo'ldi. Shunda biz ishtirok etdik. Katta konsert bo'lgan, o'sha payt hammaga bittadan qo'shiq aytish berilgan edi. Bitta qo'shiq aytgan degan paytida ikkita qo'shiq aytib yuborgan ekan konsertda Komiljon aka. Komiljon Otaniyozov bir nomerni aytgandan keyin shu odamlar chapak chalib yotdi. Shunday zo'r aytdilarki, endi hali bunday qo'shiq aytmagan edilar. Salom beradi, yana qaytib ketadi, izinden nomerini e'lon etadilar. Yo'q, xalq sira ibermaydi. Undan keyin bu chiqdidan yana bir ashulani aytdi. Ashula tamom bo'lgandan keyin haligi rahbar chaqirib bo'lganda, nima uchunsa ikki qo'shiq aytasan? Nima haqqing bor? Görüp turibsiz dedi, shuncha xalq talab etib turibdi dedi. Shuning uchun men dedi, birisini dedi Türkmen xalqi uchun aytdim, birisini o'zbek xalqi uchun aytdim. Ertasiga ertalab shu kechaga o'tgan konsertning muhokamasi bo'ldi. Shu muhokamasida Komiljon Otaniyozovga tanbeh berdilar. Yapılışında programmani e'lon etdilar. Komiljon Otaniyozovning nomi yo'q. Rahbariyat bo'lish avazib deya eshitganda, sizlar mehmonsizlar, men mezbonman. Bu Türkmenistan'a gelgan vaqtda nimaga yapılışında Komiljon Otaniyozovni olib tashladingizlar? Olib tashamanglar, beringlar unga. Ne? Bizning xalqimiz yaxshi ko'radi. Hem Türkmeniston xalq artisti bu. Chiqsin bu desa, shunda rahbariyat aytgan, bizning o'zlarimizning ichki intizomimiz bor, tartibimiz bor. Biz shuna rioya etamiz. Shu qonundan, intizomdan chiqmaymiz bize degan. Boshliqi bo'lish evazi madaniyat vaziri Fursovaga telefon qilib turib, Komiljon Otaniyozovni programmaga kiritdilar. Madaniyat vazirine telefon etib aytgani, bizani boshimizdan atlab, shuni aytib turib, bizani ustimizni bosqiladi, bizani deyanimiz etmedi bu deyanini aytib turib, keyin Toshkentga kelgandan keyin boshlandi. Ana shunday buyuk san'atkor va buyuk inson atrofida har xil fisq, fasod va fitnalarning bo'lgani odamzodni chuqur o'yga toldiradi. Nima uchun Komiljon Otaniyozovga nisbatan raqiblar nomardlik yo'llarini tanladilar? Ular mudom Komiljon Otaniyozovga tuhmat toshlarini otdilar va fitnalar qildilar va ommaviy axborot vositalari sahifalarida Komiljon Otaniyozov nomini badnom qiluvchi feletonlar va tanqidiy maqolalar uyushtirdilar. Sababi nima? Odamlar aytishlari mumkin, shunday ajoyib insonni qanaqadir aybi bordirki,
uni raqiblari ana shu ayblarini, xatolarini, kamchiliklarini topib, uni fileton qildirgandir, fitnalar qilgandir degan gaplarni ham aytadilar. To'g'ri, Komiljon Otaniyozov ham farishta emas edi. U ham siz bizga o'xshagan bir inson edi. Uni yana bir necha ayblari ham bor edi. Bu ayblari albatta qo'shtirnoq ichida aytiladigan ayblar edi. Buni birinchi aybi uni boshqalarga o'xshamaydigan nihoyatda zo'r, jozibali, sehrli ovozi bor edi. Ikkinchi aybi u o'zbek qo'shiqchilik san'atini butun dunyoga Komiljon Otaniyozov timsolida tanitdi. Uchinchi yana bir aybi, albatta yana qo'shtirnoq ichida, u o'zining millionlab muxlislarini qalban va chin dildan sevar edi. Ana shu ayblari tufayli uning raqiblari Komiljon Otaniyozovni badnom qilishga kirishgan edilar. Komiljon Otaniyozov o'zining raqiblariga javoban kurashning boshqa yo'lini tanladi. U zo'r qo'shiqlari bilan, qalblarni larzaga soluvchi asarlari bilan, millionlab qalblarni zabt etadigan betakror qo'shiqlari bilan, betakror ovozi bilan ularga qarshi kurashdi. Yangi qo'shiqlar ijro etdi va uni eshitgan, uni ko'rgan raqiblar qalban ezildilar va mag'lub bo'lganliklarini boshqalarga aytmagan bo'lsa ham ichdan tan olgan edilar. Bizning buyuk san'atkorimiz Komiljon Otaniyozov ana shunday inson va ana shunday qo'shiqchi edi. Görmeyme aşkın yüzün, aşığı kalsa bulmaz. Yürek bağrı güymese bir uda yansam olmaz. Semendeli ot içre, yanmasını salsa bulmaz. İşkın düştü yürekke, çıkarıp alsa bulmaz. Derya adamdan yaşlıya kaytarıp alsa bulmaz. Buy buy buy, ala göz buy buy buy, ala göz buy buy buy. Ala gözü gel beri hey, ala gözü gel beri. Ala gözü gel beri ha, ala gözü gel beri. Fizikada kanunan bu. Oddiylikten mürekkeplike, mürekkeplikten oddiyliğe diye. Komiljon Otaniyozovning san'ati murakkabdan oddiyga kelgan. Bu odamni qo'shiqini yoki sozini eshitsangiz, eshitilishi oddiy bo'lgan bilan shun ichi shunday murakkab, endi hech kim hali Komiljon Otaniyozovni qilgan ishini qilib bilmadi. Na tovushda, na chalishda ozgina o'xshagan bo'lishi mumkin. Bir qaysidir bir qirralar yaqinlashgan bo'lishi mumkin, lekin Komiljon Otaniyozovning bo'lib chiqmadi hali. Komiljon Otaniyozov degan ulug' insonni bizlar uchun hamma vaqt tirik. Bu insonni san'ati, qilgan mehnati bizlarga hozircha maktab. Hozirgi kundan biron joyga borsangiz, biron to'yimizki, yaxshi kunimizki, Komiljon ustozni ashulasiz o'tmaydi. Turmush o'rtoqlari Intima opa bilan qatnashgan edik. Men o'sha Turkiston gazetasi adadi 1 millionga chiqqan paytlarda Jabbor akaning nesi bilan Buyuk hofizning bevasi degan sarlavhasida bir sahifalik maqola berganman. Opa dardlarini aytgan, fikrlarini aytgan. Endi esimga kelgan voqealar bor. Har xil hofizlarning bunaqa shaxslarning tirikligidan ham, vafotdan ham ular orqasida har xil gap so'zlar yuradi. Intima opaning aytgan holatlari, vafotidan keyin bitta shogirdi kelib uning torini olib ketgan. Zo'rg'a qaytarib oldik dedi. Keyin yana aytdiki, iltimos shu gapni chiqazing dedi. Komiljon Otaniyozov jamg'armasi bo'ladi o'sha paytda. Ular konsert qo'yib pul ishlar ekanlar. Hamma o'ylar ekanki, bizning oilasiga, bizga aloqasi yo'q, kim nima qilayotganini biz bilmaymiz. U jamg'arma kimga ishlayotganini o'sha matbuotda chiqdi. Yana bir holatki, men shogirdlar haqida so'raganda, hozir tor ko'tarib so'zni Komiljon akaning shogirdiman deb yurganlar dedi. Ba'zilari o'sha vafotlarni 1 yil 6 oy davomida ko'rishga borganlari yo'q dedi. Xabar olmadi dedi. Nomlarini ham aytdim, aytib o'tirmayman. O'rtoqlar, shuna kichkina san'atimizni shunchalik hurmat qildingizlar.
Hemeniz hürmet görün, rahmet hemenize. Biz halkın sanatçılar hizmetkarımız, kemçiligimiz köp, keçiresler. Biz sanatimizin şüze tüzgenimiz ki Ataxanımız, ustadımız hafız bola durgan bolsa, kirgüsüde şu meneki yaşlarga taşıp gitmekçimiz sanatimiz. Can aziz